Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatqanыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid min Cami'l Usul ve Mecmu'z Zevaid namlı kitabı. Yani hadisler toplumu. Biz qarz berish ve elish, uni qaytarishning adab axloqlari, iqtisodiy vayronchilik uchirganligini e'lon qilish va shuning o'xshab ketadigan masalalar. Muslimning rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Shahid bo'lgan odamning qarzdan boshqa butun gunohlari mag'firat qilinadi." Ibn Majahning rivoyatida Suayb Xayrdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qandaq bir odam biridan qarz olib, ondan u qarzni qaytargudek sharoitga ega bo'lgandan keyin uni egisi qaytarmasa, Allohning dargohiga o'g'ri degan nom bilan boradi." Abu Davudning rivoyatida Samura radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga xutba so'zlab berib o'tib, "Aranglarda falon jamoatdan biri bormi?" deb so'radi. Biroq hech kim javob bermadi. U yana "Aranglarda falon jamoatdan biri bormi?" dedi. Yana hech kim javob bermadi. U yana "Aranglarda falon jamoatdan biri bormi?" degan edi. Bir odam o'rnidan turib, "Ey Rasululloh, men bor" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldingi ikki qatimda nimishqa javob bermading? Men sizlarga faqat yaxshilikni tavsiya qilaman emasmi? Hozir dafn qilingan qarinishinglar qarz sababidan jannatga kirishdan to'silib qopti dedi. Shuning bilan eliq odamning meyitning qarzini to'laganligini ko'rdim. Oxirida qarz talab qildigan bir odam qolmadi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kimki kishilarning melini qaytarib berish niyati bilan qarz olsa, Alloh uningga qarzni qaytarishni muyassar qiladi. Kimki ularning melini ziyonga ushirtish niyati bilan qarz olsa, Alloh uning o'zini ziyonga ushirtadi." Ibn Majahning rivoyatida Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qarzdor qarzini o'taganga qadar Alloh yoqtirmaydigan ishni qilmasa, Alloh uning bilan birga bo'ladi." Shuningdan keyin Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu xazindoriga: "Sen berib, mening hisobimga qarz olib kelgin. Chunki men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan shu so'zni anglagandan keyin bir kechinimi Alloh bilan birga bo'lmay o'tkazishni xohlamayman" deydi. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Boyning qarzini uzunga so'rishi zulmdir. Biringlarning qarzi boshqa bir boyga havola qilinsa, uni qabul qilsin." Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Sharid otasidan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qarzni qaytarishga qodir turib qaytarmagan kishiga qattiq qo'l bo'lish va uni so'lab qo'yish durust bo'ladi." Buxoriyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eshik oldida ikki kishining yuqori ovozda jidal qilishayotganligini anglab qoldi. Ularning biri yana birining qarzidan bir oz tushib berishini va rahimdil bo'lishini o'tinib so'rasa, qarshi taraf "Allohning nomi bilan qasamki, men hargiz unday qilmayman" deb aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning yoniga chiqib, "Yaxshi ishni qilmayman deb Allohning nomi bilan qasam qilgan kishi qani?" degan edi. U "Mana men ey Rasululloh, u qanday xolis shunday bo'lsin" dedi. Nasaining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Bir odam faqatli yaxshilik qilib boqmagan ekan, ammo kishilarga qarz berib turadi ekan va qarzni so'ylaydigan odamiga qo'lida borlardan og'in, qiyinchilik qolganlardan olmag'in, balki kechib o'tkin. Alloh taolo mo bizning gunohlarimizni o'tib ketar" deydi ekan. U o'lib ketgandan keyin Alloh taolo uningga: "Sen biror yaxshi qilib boqdingmi?" debdi. U: "Yo'q, mening bir molim bor-da. Men kishilarga qarz berib turatdim. Molimni qarzlik qilib atganda, uningga qo'lida borlardan olg'in, qiyinchilik qolganlardan olmag'in, balki kechib o'tkin. Alloh taolo mo bizning gunohlarimizdan o'tib ketar" deydi, debdi. Shuning bilan Alloh taolo: "Menmi sening gunohlaringni o'tib ketdim" debdi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kimki qiyinchilikda qolgan qarzdorga muhlatni kechiktirib bersa yoki qarzini kechib etsa, Allohning soyasidan boshqa hech soya yo'q. Ana shu qiyomat kunida Alloh uningga arishning soyasi ostidan o'rin beradi."
Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Abu Qatada mundaq deydi. Abu Qatada radhiyallohu anhu pulini elish uchun qarzdor odamni izlab chiqqan edi, biroq u yoshirinib oldi. Keyin Abu Qatada radhiyallohu anhu uni topgan edi, u haqiqatan qiyinchilikda qoldim dedi. Abu Qatada radhiyallohu anhu Allohning nomi bilan qasamki, rost shundaqmi deb so'ragan edi. U Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan shundaq dedi. Buni anglagan Abu Qatada radhiyallohu anhu men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kimki Allohning o'zini qiyomat kunining mushaqqatlaridan qutuldirishini xushalliq deb bilsa, qiyinchilikda qolgan qarzlarga muhlat bersin yoki qarzdan kechib bersin deganligini anglagan edim dedi. Muslimning rivoyatida Ubada ibn Valid ibn Ubada ibn Samit mundaq deydi. Dadam ikkimiz bu mahalladagi ansariylar o'lib tugab ketishdan burun ilm talab qilib chiqqan edik. Biz tunji bo'lib uchrashgan kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Abu Yasar bo'ldi. Uning yanida bir mali bo'lib, uning qo'lida bir bog'lam hujjat turardi. Abu Yasar uchsiga Ma'afir qabilasi tug'ilgan bir kiyim va bir yaktak kiyib olgan. Uning malimi uchsiga Ma'afir qabilasi tug'ilgan bir kiyim va bir yaktak kiyib olgan edi. Atam uningdan: "Ey tag'a, men yuzingda g'azablanganlikning alomatlarini ko'ryapman-ku" deb so'ragan edi. U: "Shundaq. Haramiy jamoatidan palonining o'g'li palonida mening ilishim bor edi. Men uning uyiga berib, oilasilarga salom berdim va u uyda bormi deb so'radim. Ular yo'q dedi. Keyin yanimga balog'at ketib qolay degan bir bola chiqdi. Men undan dadang qani deb so'rasam, u sening ovozingni anglab onamning hujrasiga kirib oldi dedi. Shuning bilan men sening nima qilganligingni bilib oldim. Oldimga chiq deb to'g'lagan edim. U yanimga chiqdi. Uningdan nima ish qilishini olding deb so'rasam, u Allohning nomi bilan qasamki, men hozir so'zlab beray. Yolg'on aytmayman. Allohning nomi bilan qasamki, men sen bilan ko'rishsam yolg'on so'zlab qo'yishimdan va'da qilib, va'daga xiloflik qilib qilishimdan qo'rqib muknib oldim. Sen bo'lsang payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahabisi. Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan qiyinchilikda qoldim dedi. Men Allohning nomi bilan qasamki, sen haqiqatan qiyinchilikda qoldingmi desam, u Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan qiyinchilikda qoldim dedi. Men Allohning nomi bilan qasamki, sen haqiqatan qiyinchilikda qoldingmi desam, u Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan qiyinchilikda qoldim dedi. Men yana Allohning nomi bilan qasamki, sen haqiqatan qiyinchilikda qoldingmi desam, u Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan qiyinchilikda qoldim dedi. Shuning bilan hujjatni elib uning qarzini o'chirib etdim va mubodo qarzimni o'tigidek pul topa olsang berasan, pul topa olmasang pulimsan halol bo'lsin dedim. Ondan ikki barmoqimni ikki ko'zi va ikki qulqiga tekkizib, yurak tomiriga ishorat qilib turib, men mushu ikki ko'zimni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rganligiga, mushu ikki qulqimni uning so'zini anglaganligiga va mushu qalbimni uning so'zini yod ilvalg'iligiga guvohlik qilmanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki qo'li qisqa qarzlarga muhlat bersa yoki qarzdan voz kechsa, Alloh u kishiga o'z soyasidan o'rin beradi degan edi dedi. Men uningga: "Ey tag'a, sen malingning yaktikini o'zing olib olib, uningga Ma'afir qabilasi to'qilgan kiyimini bersang, yoki sen uning Ma'afir qabilasi to'qilgan kiyimini olib olib, o'zingning yaktikini uningga bersang, shunda qilib har ikkinglar kiyiminglarni bir jup qilib kiysanglar bo'lmasmidi?" desam, u: "Ey qarindishimning o'g'li, Alloh sana barakat bersin" dedi. Ondan ikki barmoqini ikki ko'ziga, ikki qo'lqiga tekkizib, yurak tomiriga ishorat qilib turib, men mushu ikki ko'zimni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rganligiga, mushu ikki qo'lqimni uning so'zini anglaganligiga va mushu yuragimni uning so'zini yod ilvalgiga guvohlik qilamanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullaringlarga o'zinglar yeganni yegizinglar, o'zinglar kiyganni kiygizinglar degan. Uningga dunyoning mol-matolarini berganim men uchun uning qiyomat kuni yaxshiliklarimni elib olishida yengil bo'ladi dedi. Buxoriyning rivoyatida Abdullah ibn Ka'b mundaq deydi. Atam Ka'b ibn Malik raziyallohu anhu ning menga aytib berishicha, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Ibn Abu Adratdagi qarzini masjidda suyilgan bo'lib, ikkisining ovozi ko'tarilib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyda turib, ularning ovozini anglab qolib, oldiga chiqqan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hujrasining pardasini ochmayla Ka'b ibn Malik raziyallohu anhu to'lab: "Ey Ka'b"
degan. Ka'b radhiyallohu anhu "Farman berdirman ey Rasululloh" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga qarzning yerimini tushib berishni qo'li bilan ishorat qilgan. Ka'b radhiyallohu anhu "Jazman deganingda qilaman ey Rasululloh" degan. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarzlarga "Amdi sen uning qarzini darhol bergin" degan. Buxoriyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir odamning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yeshiga to'shqan bir tugi elishi bor edi. U odam qarzini so'ylab keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aloqador sahobalarga uning tugisini beringlar dedi. Ular uning tugisining yeshilki tugi tepishqi xeli uringan bo'lsa-mu, faqat uning tugisining yeshidan cho'ngroq tugi topadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga shuni beringlar dedi. U odam xushalliqida qarzimni oshirib to'lading. Allohim sen oshirib savob bersin degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaringlar qarzni eng yaxshi ravishda to'laganlaringlardir dedi. Tirmiziyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan elishini so'ylab qattiq gap qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari uni adablab qo'yishga tamshilibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga chaqilmanglar. Haq egisi nima desa haqliqdir. Bir tugisi etib uningga beringlar dedi. Ular xil tirishgan bo'lsa-mu, uning tugisining yeshida tugi topolmay, sal yaxshiroq bir tugin topdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni setib uningga beringlar. Sizlarning yaxshilaringlar qarzni eng yaxshi ravishda to'laganlaringlardir dedi. Ibn Majahning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma bilan Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki biridagi elishini söylese chiroyli ravishda söylesin. Ya'ni harom gap so'zlarni qilmasin. Nasaining rivoyatida Abdullah ibn Abu Rabi'a radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mendan 40 ming tanga qarz oldi. Keyin uningga pul mol kelganida u oldi bilan mening qarzimni berdi va Alloh sana oil tavobatlaringga va boyliklaringga barakat bersin. Bizdan burun o'tganlarning rahmati Allohga hamd aytish va qarzni joyida o'tash edi dedi. Nasaining rivoyatida Muhammad ibn Jahsh radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltiratdik. U osmonga beshini ko'tarib qaragandan keyin olqinni peshonasiga qo'yib turib, "Subhanalloh, nimandaq qattiq hukm tushdi" dedi. Biz jim bo'lib ketdik. Qattiq ansirgan edik. Atisi men: "Ey Rasululloh, tunigun tushgan qattiq hukm nima edi?" deb so'rasam, u: "Jenim ilkida bo'lgan Allohning nomidan qasamki, bir odam Alloh yo'lida o'ltirilib, ondan tirildirilsa, ondan Alloh yo'lida o'ltirilib, ondan yana tirildirilsa, ondan yana Alloh yo'lida o'ltirilib, ondan yana tirildirilsa-mu, uning ustida qarz bo'lsa, qarz o'tilganga qadar jannat kirolmaydi" degan hukm tushdi dedi. Nasaining rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarz bor odamning namozini tushirmaydi. Bir kuni bir mayit keltirilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qarzi bormi deb so'radi. Sahobalar: uning gadinda 2 tilla qarzi bor ekan" deb javob bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarindishinglarning namozini sizlar tushiringlar dedi. Abu Qatada radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, u 2 tillani men ustimga olay" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning namozini tushirdi. Keyin Alloh taolaning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nurg'un joylarni fatih qilib bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nurg'un joylarni fatih qilib bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Har qandoq bir mu'minga igdorchilik qilishqa men uning o'zidan haqliqman. Kimki qarz qoldirib ketsa, men o'tayman. Kimki boylik qoldirib ketsa, mirosxo'rlik qiladi dedi. Ahmadning rivoyatida Imom Ahmad va Bazzarmo yuqoridagiga o'xshash rivoyat qilgan va uningga monolarni qo'shib rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kundan keyin Abu Qatada radhiyallohu anhu ga "Heliqi 2 tillani qandoq qilding?" deb so'ragan edi. U "O'toq tuniga o'lib ketdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atsiyani so'ragan edi. Abu Qatada radhiyallohu anhu uni to'lib etdim dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meyitning badani mana endi salqinlashib boshladi dedi.
İmam Ahmed'nin rivayetinde Uqba ibn Amir radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler hatırcam bolgandan keyin özüňlarni bir aram kıldığa işlerini kılmanglar degan edi. Sahabeler, "Ey Rasulullah, qandaq şundaq bolady?" dep sorady. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Qarz alsaňlar şundaq bolady?" dep cevap berdi. İmam Ahmed ve Taberani'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma mundaq deydi. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı kelip, "Maňa aýtyp bergençi, eger men bilim we jinim bilen jihad kıysam, janda çydamlyk bolup, sap ümit kılgan, düşman sipigi ilgirep kirgen, kaçmagan aldy öldürilsem, jennetke kirem demen?" dep soragan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ha" dedi. O adam bu sualni 2 yoki 3 qitim takrorlagan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakat qarzın bulup, onu tölegedek pulun yok, aldı ölüp ketmeseňler jennetke kiresen" dedi. Taberani'nin Al-Kabir'deki rivayetinde Sa'id ibn Zunayf radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Şehidning tunjuqyny ýakşy bilenler, onun qarzdan başga bütün günahlary mağfiret kılındy." Taberani'nin El-Awsat'ki rivayeti zayıfken. İmam Ahmed ve Ebu Ya'la'nınki rivayetinde, İmam Ahmed'in rivayeti raviler işençlikdir. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Kimki duasının icabet boluşyny, müşkilçiliklerinin kötülüp ketişini halasa, kolu kısqı qarzlarga kengçilik kılsın." İmam Ahmed'nin rivayetinde Suleyman ibn Burayda atısı Burayda radıyallahu anhu'nun mundaq degenligini rivayet kıldı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir qatim kimki kolu kısqı qarzlarga möhlet berse, her gün üçün şu pulny sadaka kılganyň sawaby bolady diýerligini. Ýani bir qatim kimki kolu kısqı qarzlarga möhlet berse, her gün üçün qarz pulunyň 2-sini sadaka kılganyň sawaby bolady diýerligini anladym. Şunuň bilen men, "Ey Rasulullah, men seniň bir qatim kimki kolu kısqı qarzlarga möhlet berse, her gün üçün şu pulny sadaka kılganyň sawaby bolady" diýerligini. Ýani bir qatim kimki kolu kısqı qarzlarga möhlet berse, her gün üçün qarz pulunyň 2-sini sadaka kılganyň sawaby bolady diýerligini anladym desem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarzyny berişke belgilenen wagt toşgıça onunğa her gün şu pulny sadaka kılganyň sawaby bolady. Qarzynyň wagt toşgandan keyin möhlet bergen adamga her günü üçün qarz pulunyň 2-sini sadaka kılganyň sawaby bolady dep jogap berdi. Buhari'nin rivayetinde Abu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Kimki iqtisadi gayrançylyk uçurgan adamda meliniň öz eýnisini tapalasa, o onunğa başgalardan aklykdyr." Abu Davud'un rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Eger qarzdar onun meliniň bir kısmyny tölep bolgan bolsa, qarz igisi meliniň kalgan kısmynda başga qarz igilleri bilen okşaş hakka igi bolady. Yani qarzlardan çıkkan malını başka qarz egilleri bilen mallarının nisbetine qarap persentlep bölüşüdü. Qandaq bir adam ölüp gitip, onunda başka birinin melinin özü tepilsa, mal egisi onundan melinin pulunun bir kısmını algan yoki almagan boluşydan qat'i nazar, o başka qarz egilleri bilen okşaş hakka egi boludy." Müslim'nin rivayetinde Ebu Said Hudri radıyallahu anhu mundaq deydi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bir adam bağ meyvesi setip algan bolup, keyin bağ afet köçürdi. Şunun bilen o adam qarzga bolup kalgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge, "Onunğa sadaka beriňler" dedi. Sahabeler onunğa haly köp miqdarda sadaka bergen bolsumu, lekin onun qarzga çykyşmady. Şunun bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarz egillerge, "Onunda barny meliňlarga nisbatleşdirip eliňlar, kalganydan waz keçiňler" dedi. Malik'nin rivayetinde Ömer ibn Abdurrahman ibn Dalaf Muzani atysynyň mundaq degenligini rivayet kıldı. Juhayna kabilesinden bir adam ağacılarının aldığı çıkıp, ularının at ulaglaryny ýoldyla qymmat setip alatdy. Andan mal bazarga baldyr ekiliş üçin tez eýleýdi. Keyin o adam iqtisadi wayrançylyk uçurdy. Netijede bu mesele Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun aldyga elip berilgan idi. O, "Ey halaýyk, Juhayna kabilesinden Usayfa dinini ve eminlik namini ağacılarının aldığı çıkartdı diyen sözge tekşif etişke razı boptu. Bilip kalanlar ki o yol tosup qarzga mal elip qarzga boğulup ketipdi. Kimnin onun da elişi bolsa ayat aldığımızga kelsin.
Biz onun qo'lida qolgan malni ularga taqsim qilib beramiz. Qarz elishdan qat'iy saqlaninglar, chunki uning beshi g'am, oxir urushdir, dedi. Razimning rivoyatida Ibn Musayyib mundaq deydi. Osman radhiyallohu anhu qarzdor iqtisodiy vayronchilik uchrashdan burun haq egisi haqqining ma'lum qismini olib bo'lsa, bu uning haqqidir deb hukm qilgan. Bu bab mishagicha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'da. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jamul Fawaid min Jamil Usul ve Majmuat Zawaid nomli kitobining 5-tomi.